Mashinangizga benzinni mutlaqo tekinga beramiz. Akalar, sizlarga diqqat, katta aksiyani e'lon qilamiz. Agar siz Qo'qondan, shu atrofdan kelib, mashinangizni hadovoy qismini bizda qildirsalaring, sizlar uchun 5 litr benzinni shunday bekorga quyib beramiz. Agarda viloyatlardan, boshqa uzoq joylardan kelganlar mashinalar hadovoy qildirsa, ularga esa 10 litr 92 toza benzin quyib beramiz. Bekorga, bepul. Buning sababi nimada desalaring, akalar, negativlar bo'lishi mumkin. Xizmatni ichiga yo zapchast ichiga bu narx qo'yib yuborishlari mumkin degan savol tug'iladi. Yo'q akalar, unaqa narsa bo'lmaydi. Inson o'zi qanaqa bo'lsa, boshqalardan o'shana qo'yiladi. Bizda unaqa yo'q akalar. Biz eski narxda ishlaymiz. 3 yil, 4 yildan beri bitta narxda ishlaymiz. Hamma zapchastlarni alohida narxi bilan tanishtirib, xizmatimizni narxini aytamiz va oxirida mana shu benzinni bekorga quyib beramiz. Sababi metallarbek shopirlarga ancha qiyin bo'lyapti. Shuning uchun shopirlarga, odamlarga qulaylik sifatida qildik. Bemalol kelaverasizlar, Qo'qonliklar va vodiylik butun 12 ta viloyatdan kelsalaring, hammalarni xursand qilib jo'natamiz. Videoga bittadan like bosib, yaqin tanishlarga jo'natib qo'yamiz.